Hammaga salom. Bugun sun'iy intellekt yordamida professional reklamniy bannerlar, reklamniy posterlar sotsial setlar uchun yasashni o'rgataman. Istalgan narsani shu rasmi, masalan, oyoq kiyimmi yoki ovqatmi, kofemi, fast foodmi yoki elektronika, telefon, soat, naushnik, har xil narsalar. Istalgan narsani shunaqa professional yasashni, qanaqa qilib sun'iy intellekt yordamida yasashni ko'rsatib beraman. Meni tanimaganlar uchun men Ibrohim Shukrullo 10 yildan beri dasturlash sohasidaman. Oxirgi 2 yilda aktivni sun'iy intellekt bilan ishlayapman. Qani boshladik. Birinchi bo'lib men hozir misol ko'rsatib bermoqchiman. Pinterestga kiramanda professional oyoq kiyim, masalan, Charm degan brend ostida oyoq kiyim chiqarasiz, o'shanga professional rasm yasash kerak. Nima qilamiz? Menimki kelamizda oyoq kiyimni qidiramiz. Choice deb qidirsangiz oyoq kiyimlar chiqib keladi. Oyoq kiyimni qidiramizda menga mana rasm juda ham yoqdi. Buni ko'chiraman. Keyin ChatGPT ga kiraman. ChatGPT ga kirib rasm beraman va buni menga maksimum tasvirlab ber deyman. Describe the image, every single detail. As a prompt. Menga maksimum har bitta detalini tasvirlab ber deyman. Menga shunda chizib beradi bu. Keyin men brend nomini o'zgartiraman va tepadagi yozuvni o'zgartiraman. Masalan, yozaman Charm deb yozaman orqada. Keyin tepadagi yozuvni eng original Charm oyoq kiyimlarni tasvirlab yozib, bitta Charm oyoq kiyimni mana shu Nike krossovkasining o'rniga qo'yaman. Birinchi tekshirib olaman, qanchalik ishlayapti bu. Tak, Gemini ga chizdirsak bo'ladi. Gemini ga kirib olamanda, buni create image degan rasm chizish funksiyasini yoqib qo'yaman. Rasm chizish funksiyasini yoqamanda, menga detalni chizib bergan promptini yuboraman. Tekshirib olaman, prosta qanchalik chiroyli tasvirladi bu rasmni. Qanchalik chiroyli tasvirlaganini tekshiraman. Oy. Unchalik emas, no. More detail. Every single detail. Describe every single detail. Eng kichkina detalligacha every character text hammasini maksimalniy detalni tasvirlab ber deb so'rayapman yana. Maksimum detalni qilib tasvirlab bergandan keyin o'sha prompt bilan biz boshqa narsa yasashni, boshqa birinchi bitta shu oyoq kiyimni chiqazib olamizda, xuddi shu oyoq kiyim. Keyin tekstlarni o'zgartiramiz. Tak. Chizib beryapti menga. Hammasini yozib bergandan keyin men buni olamanda ishlataman. Olib tezda ishlatib ko'ramiz. Now change main brand name to Charm and small text to tag in sifatli Charm oyoq kiyimlari degan tekstni qo'yib ber deyman. Все. Bu hali ham chizayotgan ekan. Hammasini bitta promptda ber va men buni qo'shib yubor deb yozyapman. Вообще ko'paytirib Mayli, bu maksimalniy detalni yozib beradi. Hammasini detalni yozib bergandan keyin
bu prompt bilan to'liq promptni hamki yuboramiz. Ortiqchasini olib tashlayman bu yerdan. Endi kutamiz, qanaqa rasm chizib beradi. Tak. Endi ikkinchisini ham yuborib qo'ying. Tekstlarni o'zgartirganni. Opa, уже намного лучше. Ancha yaxshi qilib berdi. Endi men bitta anaqa o'zbeklarni mana bunaqa oyoq kiyimni topaman. Tasavvur qiling, sizda mana shunaqa qanaqadir tuflini brendi bor. Mana bunaqasini topaman masalan. Yoki istalgan rasmni olamiz. Rasmni olamizda buni keyin mana bitta change image to uploaded one deyman. Change like to charm. Tekstni o'zgartir deyman. Описаниясini esa kichkina tekstni change small text to ana. Endi tekshirib ko'ramiz yana. Bu yoqda esa bu bizga chizib bergan promptni to'liq boshqatdan yozib berdi. Tak, buni yana yuborib ko'ramiz. Opa, eng sifatli charm oyoq kiyimlari. Mana sizni tuflingiz. Endi men GPTda ham yangi chat ochaman-da. Yangi chat ochaman-da, buni tashlayman. So'zda изображениeni bosib qo'yaman va buni yuborib yuboraman. Всё. Bu yoqda ham yana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buni ham yuborib qo'yamiz-da. Keyin kutamiz. Gemini bu juda ham tez yasab beradi. ChatGPT bitta rasm yasaguncha Gemini 2-3 ta rasm yasab beradi odatda. Xuddi shunaqa qilib istalgan boshqa narsani ham dizaynni ko'rsa bo'ladi. Opa. To'g'ri, biz bunga oyoq kiyimi bermadik. Oyoq kiyimni endi beramiz. Endi oyoq kiyim masalan yoki boshqa oyoq kiyim berishimiz ham mumkin. O'zingizlarning brendinglarni qo'yib olishinglar mumkin masalan. Mana bunaqa oyoq kiyim berib ko'ramiz. Yoki mana boshqacharoq turgan rasm bo'lsa ham, mana bunday ko'rinishdagi rasm bo'lsa ham berib yuborsak bo'ladi. Change choice to uploaded one. Oyoq kiyimni mana yangi yuklagan rasmim bilan almashtirdim. Endi buni alishtirib berish kerak. GPT hali ham chizyapti. Xuddi shunaqa. Agar sizlar boshqa masalan sizda elektronika masalan telefon sotasiz. Telefonni reklamli bannerini qidiraman men. Mana masalan Xiaomi'ni yo'q, chiroyliroq reklama topamiz. iPhone. Tak, qanaqadir mana bunaqa effektlari bilan bo'lganini topaylik. Всё. Mana shuni olamiz-da. Yangi chat ochib describe the image, every single detail, every core, every text, every object, position and sizes. Deyman. Bu menga yana chiroyli qilib opisiya qilib beradi. Mana sizga ana bittada uncha
o'xshamadi. Bittada o'xshamasa boshqatdan yasatib olsak ham bo'ladi. Hozir bizga GPT buni tasvirlab bergandan keyin telefonni o'zgartirib, boshqa telefon qo'yib, как reklama qilib qo'yib yuborsa bo'ladi buni. Bu yerda mana bu narsani ChatGPT hali ham chizayotgan bo'lishi kerak. Mana chizib bo'libdi. Mana bu chiroyli chizibdi. Endi bu yerda buni oyoq kiyimini almashtiramiz. Snow shoes deyman. Yo'q, desert choice deyman. Cho'lda kiyadigan masalan qanaqadir oyoq kiyimga o'zgartirib ko'r deyman. Mana masalan tasavvur qiling, bu sizni brend oyoq kiyimingiz bu. Xuddi mana shunaqa chiroyli reklamaga qo'ymoqchisiz. Eng sifatli charm oyoq kiyimlari. Mana tekstlarni ham zo'r chiroyli qilib reklama uchun vashshi zo'r qilib yozib beryapti. Qat'iy bizani describe qilayotganimiz. Mayli bu rasm chizib olsin. Biz bu yerda charmni yana almashtirib boshqatdan yasaymiz. Mana men promptni ham tekshirib ko'rsak bo'ladi yana. Yasa bo'lgandan keyin. Va mana qo'ydim. Charm oxiriga chiqman. Endi bu yasab berish kerak. Hop, men yasayapti hali. Voy, men razmerni o'zgartirib olganman menimcha promptda. Qattiqdir razmer bor demoqchi. Mana razmerni tanlasangiz bo'ladi. O'zingiz 16.9 mi yoki kvadratmi, square deb tanlasangiz bo'ladi. Xullas, mana shunaqa reklamli post uchun professional rasmlarni xuddi shunaqa osongina yo'l bilan ana boyagi ana promptda ikkala oyoq kiyim ham bo'lgan, o'shaning uchun ikkalani ham qo'shib yubordi. Endi to'g'rilab oladi bunda. ChatGPT hali ham yasashda davom etyapti. Mana ushbu yasa bo'ldi. Charmni oyoq kiyimni ham qo'yib. Eng sifatli charm oyoq kiyim. Xohlasanglar ham logotipni ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Logotip ham etib change Nike to new logo. Просто bu yo'lga prompt bilan o'zgartirsanglar bo'ladi. Opa, bu nimani nomini o'zgartirib qo'ydi. Lekin brand ko'rasizlar, ChatGPTni ko'proq kutamiz, lekin sifati zo'r chiqadi. ChatGPT qanaqadir boshqa chiroyliroq chiqazib beradi. Masalan, mana buni qarasanglar, mana buni vashshi dahshatli professional qilib chiroyli qilib yasab bergan. Bu yerda razmerni o'zgartiribdi. Lekin rasm juda ham chiroyli chiqqan. Gemini juda ham tez chizib beradi, lekin ba'zida adashishi mumkin. Charm oyoq kiyimlari. Yaxshi. Tekst kачествоsi uncha emas, lekin men logotipni o'zgartirdi. Oyoq kiyimni ham zo'r qo'yib berdi. Mana shunaqa qilib osongina
professional brendlarni rasmlari, professional reklamalar uchun, postlar uchun yoki o'zingizni qanaqadir tovarlaringizni reklama qilish uchun mana shunaqa professional rasmlarni shunaqa oddiy yo'l bilan yasasangiz bo'ladi. Bo'lmaskan smartfonni opsiyatsiya qilib bergan. Bu yoqda ekan, uzr. Mana tak bu bo'ldi. Endi bu prompt bilan yasang. Bunda biz boya ko'rgan reklamani iPhone 16 bilan yasab berish kerak hozir. Yasab bergandan keyin iPhone'ni 16 ga emas, men rasmga o'zgartir deb telefonlarni o'zgartirib, xarakteristikalarni o'zgartirib olsangiz bo'ladi bemalol. Bitta уже opa, ana. Bu boshqacha bo'ldi. Ajoyib. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa zo'r kачествоda chiroyli rasmlarni tayyorlab olsanglar bo'ladi. Mana iPhone'ni ham o'zi chiroyli qilib iPhone'ni ham yasab berdi. Endi iPhone o'rniga change iPhone to Samsung Galaxy S24 deyman. Change the text to change iPhone images to change price to narxini ham $88 ga narxini ham, rasmini ham, tegidagi ssilkasini ham и knopkasi, saytini ham, tepadagi iPhone 16 degan nomini ham o'zgartirib berdi. Hozir ko'ramiz Gemini qanchalik o'zgartirib beradi bizga. Xullas, mana shu Gemini и GPT ikkalovi ham reklamniy postlar, professional reklamniy postlar uchun foydali, juda ham foydali. Mana opa, rasm o'zgartirmadi. Rasmni o'zim beraman o'zgartirish uchun. Mana saytni ham o'zgartirdi. Qaranglar, narxni, saytni va mamtiga Samsung S24 degan yozuvni o'zgartirdi. Endi masalan, men Samsung S24 rasmini olaman-da. Men rasmini olaman-da. Voy, tinchroq yo'qmi? Mana bu tinchroq ekan. iPhone'ni mana bu telefonga o'zgartirdim. Endi mana shu telefonni o'rniga chizib berish kerak. Xullas, ko'rdinglar, tushunib oldinglar. Birinchi bo'lib, sizlar qanaqa nima obyektga reklama post tayyorlayapsizlar, o'shani bilishingiz kerak. Elektronika, fast food, kofe, oyoq kiyim, ust kiyim farqi istalgan narsa sizlar reklama qilmoqchi bo'lgan. O'sha Pinterest shunga o'xshagan saytlarga kirib, top juda chiroyli ko'ringan reklamalarni o'zingizga yoqqanini olasizlar-da, GPT ga berasizlar. GPT juda ham detalli qilib opisiya qilib beradi. Tasvirlab beradi. To'liq tasvirni olasizlar-da, tekshirib ko'rasizlar Gemini'da. Biz tez-tez yasab ko'rib tekshirib ko'rasizlar rasm. O'zingizga yoqqan rasm chiqqandan keyin sekin tagida yozib ketaverasizlar. Mana bu obyektni o'zgartir, bu obyektni o'zgartir, buni olib tasha deb mana bu qarasanglar, hozir iPhone qoldirib ketdi. Remove
iPhone'larni olib tashladingmi? Ular shunaqa qilib etib ideal darajaga yetkazib kelsanglar bo'ladi. Keyin ko'rib turganinglardek, mana bu oyoq kiyimi dizaynida ham menimcha GPT chiroyliroq chizdi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? GPT chiroyliroq chizdimi yoki Gemini? Menimcha GPT chiroyliroq chizdi deb o'ylayman. Sizlar ham o'zinglarning fikringlarni aytasizlar. Bu to'g'ri ozgina buzib qo'ydi. Boshidagi opisaniyani to'g'rilashda, ana describe qilib berishni chiroyliroq qilib bersa, qildirib olsanglar, dalishi oson ketadi. Sun'iy intellekt yordamida istalgan rasm, video, veb-sayt adminkasi bilan Telegram bot yasash yoki prompt engineeringga chuqurroq kirib, ishingizda, o'qishingizda foydalanmoqchi bo'lsangiz va yaqinda kurs qilmoqchiman, pastda havolada ro'yxatdan o'tib, Telegramda privatniy kanalga tushasizlar. U yerda beriladigan ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar общий dostupga YouTube'ga ham, Telegramga ham, Instagramga ham qo'yilmaydi. Yaxshi taklif bilan kursga yozilsanglar bo'ladi. Telegram kanalda ko'rishguncha.